Siyasi bastırış və zor köləmlik tutqunun bir mühim səlbi aqibati bolğan ailələr judalığı və farzandlarının sərsanlığı izchil g'arb dunyosundagi axborot sohasining diqqətində bo'lib kelgan edi. 2019 yil və 2020 yillardagi televiziya ziyoratlarida Xitoy hukumatining Angliyadagi bosh elchisi Liu Xiaoming minglagan Uyg'ur sabiylari ota-onalari qayta tarbiyalash lagerlariga ilib ketilganlikdan sərsanlıqqa mahkum bo'lgan degan xabarni keskin rad qilgan. Shuningdek, muxbirga savol qo'yib, agar siz ashundoq Uyg'ur bolalarining ismini deb bera olsangiz, men sizga ashunlarning hozir nima qilayotganligini aniqlab beraman degan edi. BBC agentligining 21-iyundagi xabarda aytilishicha, shuningdan keyin muxbirlar o'zlari ziyorat qilgan shohidlar ta'min etgan uchurlar asosida 14 go'dakning to'liq ism familiyasi va boshqa ma'lumotlarni Xitoy bosh elchisiga va Urumchidagi tashqi ishlar ishxonasiga yo'llab bergan. Shularning biri Turkiyada yashayotgan Qalbinur Tursun edi. Ammo hozirgacha ulardan javob kelmadi. Washington Post gazetasi 27-iyun tahrirat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning Amerika ijtimoiy taratqullarini Uyg'urlarga qarata sodir qilgan madaniyat qirg'inchiligini yepish uchun qo'llanayotganligini bildirdi. Maqolada aytilishicha, Xitoyning Amerika taratqullarida e'lon qilingan bu vaqtdagi minglagan tashviqot videolari Xi Jinping hokimiyatining Uyg'urlarga qarshi yurgizgan madaniyat qirg'inchiligini yepishga qaratilgan davlat harakatining bir parchasi ekan. Dunyoning qolg'ini hangviqib turganda Xitoy o'zining tashviqotini eksport qilmoqda mavzuliq bu maqolada Xitoyning bu urinishlari yiroqdan qaraganda kalampayda ko'rinsimi, biroq uning yanada intayin shurkunishlik ham tahdid ostidagilar uchun xatarli ekanligini bildirgan. Maqolada aytilishicha, chet eldagi 74 yoshlik Uyg'ur faoliyatchi Robiya Qodirning oila a'zolari so'ziltib tarqatilgan videolar buning tipik misollarining biri ekan. Ukraina Xitoyning vaksina setib bermaslik tahdidi sababli Sharqi Turkistonga aloqador kishilik huquq bayonotidan chekinib chiqqan. 2 nafar g'arb diplomatning Birlashma agentligiga juma kuni bildirishicha, Beijing doiralari Ukrainaga berishni va'da qilgan 500 ming tal korona vaksinasini tutib qolamiz deb tahdid solgandan keyin Ukraina Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur rayoniga darhol kirishiga ruxsat qilish tashabbusidan yenib olgan. Ukraina Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi elib berayotgan ziyonkashliklarni cheklamsiz tekshirishiga yo'l qo'yish chaqirig'iga imzo qo'ygan 40 necha davlatning qatoridan o'rin olgan edi. Mazkur chaqiriqni seshanba kuni Kanada Jənubiydagi kishilik huquq kengashida o'tirg'a qo'ygan. Chaqiriqqa dastlabda 41 davlat ovoz qo'shib, Xitoyning mustaqil tekshiruvchilarni Uyg'ur rayoniga darhol kirishiga va cheklamsiz tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirgan edi. Baş tabi Amerikada turishliq axborot organi Bloombergning xabariga qaraganda, Hindiston yaqinqi 4 oy ichida Hindistonning g'arbiy shimolidagi Jammu Kashmir va Ladakhdagi 3 rayoniga kam deganda 50 ming askar avatgan. Mas'ullar bu rayoniga askarlardan boshqa og'ir tipdagi qurollar va urush aeroplanlarining muavatilganligini bildirgan. Bu amaldorlarning ikkisi mundaq degan: Hindistonning hozir Xitoy chegarasida yarim harbiy qismini o'z ichiga olgan 450 mingdan ortiq harbiy qismi bor. Rossiya prezidenti Putin Sin yig'ini orqali Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Putin 2001 yildan buyon ikki davlat o'rtasidagi savdo miqdorining 14 oshganligini ko'rsatib, Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik savdoda davlat pulini ishlatishni o'z ichiga olgan pul muomala jihatdagi hamkorlikning kuchayayotganligini aytdi. Putin yana Xitoy bilan Rossiya o'rtasida o'zaro territoriyalik talab yo'qligini o'tirib qo'ydi. Yig'in doirasida bu yil 20-yilini tamomlagan Rossiya bilan Xitoyning do'stligi, yaxshi qo'shnilarchilik va hamkorlik kelishimini uzartgan ikki tarafli kelishimga imzo qo'yilgan.
Amerika ovozinin xabarida bildirilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi 100 yillik xotir kunini tabriklashga tayyorlik qilayotgan bir paytda Amerika Avam palatasi a'zolari qaror ma'qullab, Xitoy Kompartiyasining o'tgan bir asrda kishilik huquqni uzil-kesil dafsanda qilganligini ayblagan. 25-iyun Avam palatasi a'zosi Mayk Lager ikki partiyaning bir qism parlament a'zolari bilan birlikda Xitoy Kompartiyasining o'tgan asrda kishilik huquqqa ig'ir daxl-taruz qilganligi, o'zlarining erkinlik uchun kurash qilayotgan Xitoy xalqi tarafida turadiganligi haqida qaror e'lon qilgan. Washington kuzatuvchilar gazeti mazkur qarorning bir qism tafsilotlarini oshkorlagan bo'lib, qarorda Xitoy Kompartiyasining o'tgan asrda zulm, qiynash, keng ko'lamli turmaga solash va irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'z ichiga olgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi qattiq ayblangan. Mazkur qarorda Xitoy Kompartiyasining tarixdagi bir qator razil qilmishlari bayon qilingan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning kishilik huquqiga ig'ir daxl-taruz qilganligi tilga olingan. Shundaqla Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik sodir qilganligi qayta ta'kidlangan. Pakistan Bosh Ministri İmran Xan Xitoy hökumətinin Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qilgan zulmining g'arb taratqularida aks ettirilgandek emasligini aytdi. Pakistanning Beijing bilan ishonchni asos qilgan quyuq munosabati borligini bayon qilgan Xan, biz Xitoyning Sharqiy Turkiston haqida aytganlarini qabul qilamiz dedi. İmran Xan Xitoy Kompartiyasining qurilganligining 100 yilligini tabriklagan vaqtda Beijing hukumatining chiriklikka qarshi turish kurashi va 100 millionlagan kishilarni nimratlikdan qutuldirganligini maqtadi. İmran Xan Xitoy Kommunistik partiyasining o'zigacha bir model ekanligini ta'kidlab, bu menga nisbatan saylam demokratiyasidan ko'rinarli bo'lishi mumkin dedi.